HHH Cargodan o'zimga narsalar zakaz qilgandim. Hozir birgalikda ochib ko'ramiz. Narxlari juda ham arzon, chunki zavodning narxida olasizlar. Hammasi ko'rsataman. Narsa zakaz qilsanglar, xudo xolasa 18 kun ichida keladi. Bu o'zimga zakaz qilgandimmi? Yo'q. Ha, bu o'zimga zakaz qilganman. Buni zalga kiyish uchun olganman aytgancha, esladim. Bu adashmasam zaryadka bo'lishi kerak. Topdim. Mana shu narsani Toshkentdan topa olmagandim. Bu xullas tushunarsiz narsa. Bu meni mashinamga elektromobil uchun tez zaryadka qiladigan mana bunaqa shtekkerligida bu. Buni shaharda yo'q, faqat Xitoydan topasizlar bunaqa narsalarni. Mashinamning kalitiga chexol bo'lishi kerak. Ha, aytdimmi mana? BMW mashinamga kaliti chexol bu. Hamma narsalar cho'tki upakovkada keladi. Ha, bo'ldi. Bu ham mashinam uchun diskasiga mana bunaqa MK degan logotip. Bu ham men uchun, shu ham nimadir mashinam uchun-da. Bu ham mashinamga, bu saloniga yopishtirilgan detal. Ha. Bu ham mashinamga men bu rollikka taqir-tuqir qilgan narsa-da. Men bemalol HHH Cargosini Play Market hamda App Storedan ko'chirib olib, buyurtma bersanglar bo'ladi. Narxlar juda ham arzon. Zavoddagi narxlarda xarid qilasizlar. Voy, yana mana $100 sertifikat. $100 narsa zakaz qilsam bo'ladi. Rahmat sizlarga. Bu oilamga, uydagilar uchun. Rahmat HHH Cargosiga.